Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, sog'misiz, omonmisiz? Ko'p gaz yo'q mahallalarda hozir ko'mir muammosi tashvishga solayotir. Qachon olamiz ekan, qachon keladi ekan deb shu haqida ozgina qo'ldan kelgancha yangilik va ma'lumotlar berib o'tishga harakat qilaman. Albatta video davomida xato kamchiliklar bo'lsa uzr so'rayman, elashtirmaysizlar. Qani unda biz ketdik. Bugun 7-oktyabr Qizilcholi va O'zbekiston mahallasina ko'mir tarqatilyapti. Navbatma-navbat tarqatiladi. Siz bu yerda masalan men boshqa mahallada edim deb turib kelib ola olmaysiz. Sababi kunda belgilangan o'zining mahallalari bor. Bugun O'zbekiston va Qizilcholi mahallasi. Xitoydan bo'lasmi, boshqa Kiko'pirdan bo'lasmi kelib ola olmaysiz. O'zingizning mahallangizning navbati bilan birgalikda olish imkoniyatini ega bo'lasiz. Hozirgi kunda bir xo'jalikqa 2 tonna ko'mir davlatimiz tomonidan ajratib qo'yilgan, o'zining bir qandaydir miqdorlari bor. Narxini keladigan bo'lsak, 1 tonna ko'mirimizning narxi 209.801 bala so'mda tashkil qiladi. Plus minus 310.000 so'm. 2 tonna ko'miringiz 620.000 so'm pul bo'ladi. Har mahalladan 70 odamdan chaqiriladi ekan bu yerda. 2 mahalla kelsa bir kunda 140 odamga ko'mir tarqatiladi bir kunida. Qisqasi minakay tarazi xizmatlari bor. Bu yerga kelsangiz sizga aniq 2 tonnani o'lchab berib beradilar. Mana bu yaqinda shu mahallalaringizdan ko'mir olish uchun hujjatlarni topshirib, navbatlaringizni olib bo'lganingizdan keyin bu yoqqa kelib turib, men yerdan yana navbat olasiz. 1, 2, 3 qilib qisqasi ana shunday navbatga turasiz va bu yaqinda qog'ozlaringizni turlab olib bo'lganingizdan keyin ana shu akalarimizga o'xshab zilda gaplashasiz, narx-navolarni mahallangizga ancha so'm bilan aparadi. Shu yerdan kelib turib, bu yoqqa o'tib ko'mir yuklanadi, bu yoqqa o'tib ko'miringizning necha tonna yuklanganini bemalol bilib olsangizlar bo'ladi. Ko'mirlarimizni mana vagon bo'lib kelib turibdi. Bu yoqda to'lalari turibdi, bu yoqda bo'shlari o'zi. Aniqda akalarimiz jonlari sog' bo'lsin. Shu ko'mirning isi chang'i yomon bo'lsa ham xizmatda shu xo'jaligimizda bag'ik deb xizmatda ishlab turibdilar. Sizga hozir videoda ko'rinmay turgan bo'lishi mumkin, lekin ichida odamlar bor ishlab turgan. Eslatma qilib o'taman, bu Amudaryo tumanida ko'mir tarqatilish jarayoni bu mahallalarga, gaz yo'q mahallalarga. Raspisiyasini qoldirib ketaman, qaysi mahalla qachon ekan deb o'ylanib o'tirmaysiz. Rasmini qoldiraman video davomida. Bugun Qizilcholi va O'zbekiston mahallasina ko'mir tarqatilyapti. Shunga qarab turib o'zingizning mahallangizning navbati qachon kelishini bemalol bilib olishingiz mumkin. Bir kunda 2 mahallaga ko'mir tarqatiladi. Videolarimiz sizga foydali bo'lgan bo'lsa, kanalimizga obuna bo'ling va like bosishni esdan chiqarmang. Shunday yangiliklar faqatgina